Assalomu alaykum aziz vatandoshlar va bozorchilikka qiziqadigan aka-ukalar va opa-singillar. Bugun iyul oyining 19-sanasi Osiyo bo'yi bog'imizdan Alyans uzum haqida ma'lumot berishni maqsad qildik. Qiziqadiganlar uchun Alyans uzumi asosan Talasman va Arkadiya uzum navidan chatish tufayli yaralgan erta pishar navlardan biri hisoblanadi. Kurtak yozgandan keyin taxminan 100 kunlar atrofida pishib yetiladi, shakar toplaydi. Uzum boshlari katta, donalari yirik bo'lishi mumkin. Charas uzumiga, mahalliy navlardan charas uzumiga o'xshaydi. Dumaloq ko'rinishga ega. Har bir donasi 12-20 grammlar atrofida, shu o'rtalarda bo'lishi mumkin. Ta'mi, ko'rinishi qanday? Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, guvohi bo'lganingizdek, etdor, po'stlog'i qalin, qarsiqroq bo'lib, suvli shirin, o'ta shirin. Muskat iforiga ega deyish mumkin ishonch bilan. Pishgandan keyin o'zining ko'rinishini bozorbob talablari asosida uzoq tura oladi. Bozorbob uzum. Endi buning albatta dehqonlar sotish maqsadida, daromad keltirish maqsadida ekadi. Tijorat qiymati qanday buning? Tashishga qulay, chidamli. Bozorda erta chiqqanligi sababli dehqonlar uchun daromad keltiruvchi uzumlardan biri deyish mumkin. O'sishi yaxshi, bardoshligi ham yaxshi, tez o'sadi. Kasallik va sovuqlikka o'ta chidamli uzumlardan bu uzumlar. Buni o'tgan yil payvand etdik. Mana 4 shox. Bu yil yana hosili. Erta pisharligi sababli, demak, qarang, donasiga qarang. Endi biz bu yerda hamisha aytganmiz, balkim kimdir to'g'ri hisoblar, kimdir noto'g'ri. Faqat organik o'tlar bilan oziqlantirdik. Biz hali bu organik o'tlar haqida alohida video qilib chiqamiz. Kim uchundir qiziqarli bo'lsa. Uchun video chiqarishdan maqsad kimningdir tajribasi kimgadir ma'qul kelishi, kimgadir naf tegishi maqsadda biz qilamiz. Jamiyatda kimgadir nafingiz tegib yashasangiz, menimcha bundan ortiq yaxshi hayotning o'zi yo'q. Shuning uchun bir-birimizdan o'rganamiz, uzumlarimiz holatimizni kuzatib ko'rsatamiz. Kasalliklarga qanday kurash to'g'risida fikr almashamiz. Shu sababdan hurmatli kuzatuvchilar, kuzatishda davom qiling. Shu bilan qisqa videomizni yakunlasa ham bo'ladi. Ertalabdan mana quyosh chiqishi bilan bog'bon albatta bog'iga shoshiladi.
mevasini ko'rishni istaydi, uzumlarini ko'rishni istaydi. Biz hali sizga ko'rsatmagan, taqdim qilmagan uzumlarimiz bor. Navbati bilan birin-ketin ko'rsatishga davom qilamiz. Bog'dorchilik bo'lsa-da, sohasida qisman bo'lsa-da, oz bo'lsa-da tajribamizni siz azizlar uchun, qadrli insonlar uchun taqdim qilishni o'zimizni vazifamiz deb bilamiz. Xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Yaxshi kunlarda diydor ko'rish nasib aylasin deb o'z videomizni yakunlaymiz. Sog' omon bo'ling.